Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz lazer operatsiyalarimizni davom etyapmiz. Bugungi patsientimiz Sho'rchi tumanidan 1977-yil tug'ilgan. Bu kishi uzoq muddatdan buyon ichki gemoroydan qon ketish asorati bilan qiynalib yurgan ekanlar. Bizga murojaat qilib keldilar. Hozir tayyorlab lazer operatsiyaga olib kiryapmiz. Operatsiyamiz tugatgandan keyin sizlarga natijamizni ko'rsatamiz. Yaxshimisiz aka? Kayfiyat zo'r. Azizlar, bemorimizni biz to'liq anesteziya qildik, ya'ni og'riqsizlantirdik. Mahalliy hozir lazer operatsiyamizni endi boshlaymiz. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz shu lazer operatsiyamizni natijasini ko'rsatmoqchimiz. Patsientimizni lazer operatsiyadan keyin hozir mana 2 kundan keyingi holati akamiz mana bemalol yuribdilar. Kunlik bir marta bog'lam qilganimizdan keyin hozir patsientimizga yuzlanamiz, operatsiyadan keyin kechirmalarini gapirib beradi. Mana bizni kuzatib turgan muxlislarimiz, obunachilarimizga mana shu siz mana gemoroy bilan qiynalib yurganligingizda operatsiya qanday o'tganligini bir gapirib bering aka. Endi bu ko'p yillik kasalmidi bu. Yaqinda mana shu may oylarida juda kuchayib ketdi bu. 5-6 oy oldin rosa kuchaydi, qon ketishlar, achishish, qichishlar rosa chidab bo'lmaydigan darajaga keldi. Qon kamayib ketib, immunitetlar tushib ketdi mana. Muxlislarimizga aytib ketaylik, gemoglobiningiz operatsiyadan oldin 46 edi. Operatsiya payti baribir biroz pasayadi, qo'rquv bo'ladi, hayajon. 40 gemoglobin bilan mana lazerli operatsiya bajarildi-da. O'tiramday qoldi odam. Immunitetlar tushib ketdi. Juda og'ir ahvolga keldi. Mana shu uyalib kelmasdim to'g'risi. Mana shu nozik joy bo'lgani uchun uyalib odam kelgisi kelmay har xil mazlardan ishlatib ko'rdim, svechalardan. Hamma mana shu internetda bor narsadan почти foydalanib ko'rdim. Bundan foyda topmadim. Keyin men mana vrachlar bilan maslahat qilganimda operatsiyadan boshqa iloji yo'q dedi. Ayniqsa operatsiyani ham lazerli operatsiya deb mana O'tan Polvon klinikasida eshitib, Shavkat akaning nimasini eshitib, tanishlar maslahat bergani uchun keldik. Mana bugun ikkinchi kun уже mana uyga ketyapman. Kecha ham ketsam bo'lardi, faqat gamma-globinmi qonim juda kam, rangim nima bo'lgani uchun bir qon quyib yuboramiz, bir kecha yoting deb. Agar nima bo'lsa, qon kam bo'lmasa, normada bo'lsa, o'zi birdan chiqib ketsa ham bo'lar ekan. Shunday. Mana bugun uyga ketyapman, xudo xolasa, mana yaxshi. O'zingiz yuribsiz, ha? Yuribman, og'riqlar qoldi. Og'riq endi operatsiyadan keyin bir ozroq og'riq bo'lar ekan to'g'risi. Operatsiyadan keyin palatada pichiganda og'riq bo'lar ekan. Ertasi kuni yo'q hech narsa, hammasi joyida, xudoga shukr. Qo'rqib, mana ko'rib turganlarga maslahatim, menga o'xshab qo'rqib, uyalib yurmanglar ekan. Agar ko'rib turgan bo'lsalaring, ikkilanmay kelib, bu qo'rqadigan, uyaladigan narsa emas ekan. Shu yerga kelib bildim. Kelganimcha men rosa o'yladim. Qancha o'ylab kelmay yurardim. Kelib ko'rdimki, mana mendan boshqa qancha odamlar hamma menga o'xshab uyalib kelmay, mana endi Xudoga shukr qilib o'tiribmiz mana. Rahmat sizlarga, ishlaringizga omad. Xalqni mana shunday yengillashtirib, sog'lig'ini mana shunday nima kasb egalariga ishlariga omad tilaymiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Sizga rahmat Ulug'bek aka. Siz bilan telefonda aloqada bo'lib turamiz. Bizni tavsiyalarimizga rioya qilib yuring. Albatta. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Kimda kim agar shunday proktologicheskiy, flebologicheskiy muammolar bilan qiynalib yurgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar. Biz eng sifatli, eng zamonaviy lazer usulida davolab, tuzatib beramiz.